Demak, sizlar bilan bugun shu morfemika bo'limi haqida to'xtalib o'tamiz. Avvalambor, morfema o'zi nima? Morfemika bo'limida nima o'rganiladi? Shunga to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Morfemika bo'limini o'rganilish obyekti bu morfema hisoblanadi. Ya'ni morfemika bo'limida biz morfemalarni o'rganamiz. O'zi morfema nima desangiz, morfema ikkita turga bo'linadi. Ya'ni bu asos morfema hamda affiksal morfema deb turib ikkita turga ajratiladi. Xo'p, ya'ni so'z tarkibini o'rganadi morfemika bo'limida. Ya'ni so'zlardagi, e, ya'ni gapdagi har bir so'zni o'sha asosi qaysi, qo'shimchalari qaysi, qo'shimchaning turlari qaysi, mana shu ma'lumotlarni biz morfemika bo'limida sizlar bilan o'rganamiz. Mana bu yerda ekranda e, paxtakorlarimizga degan so'zni misol qilib qo'yganmiz. Ya'ni paxtakorlarimizga deganda biz e, demak nima ma'nolarni tushunishimiz kerak. Ya'ni bu yerda so'zni leksik ma'nosini shakllantirib beradigan asos bor, hamda mana shu leksik ma'noga yangi ma'no yoki qo'shimcha ma'no yoki so'zlarni bir-biriga bog'lash uchun qo'shiladigan bizda qo'shimchalarimizdan iborat. Paxtakorlarimizga degan so'zda paxta bu yerda asos, ya'ni asos morfema hisoblanadi. Kor bu qo'shimcha, lar bu qo'shimcha, imiz bu qo'shimcha, ga ham bu qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni bu yerda so'zimiz asos va qo'shimchalardan tashkil topyapti. Biz sizlar bilan hozir qo'shimchalarni turlarini o'rganganimizda, demak, kor bu qanday qo'shimcha, lar bu qanday qo'shimcha, imiz qanday qo'shimcha, ga qanday qo'shimcha ekanligini birma-bir sizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, morfemika bo'limida biz so'z tarkibini o'rganamiz. So'zning tarkibi esa ikkita qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni bulardan birinchisi bu asos va ikkinchisi bu qo'shimcha. Ya'ni biz sizlar bilan so'zni tarkibini o'rganganimizda asos morfemalarga bo'lamiz hamda qo'shimcha morfemalarga bo'lamiz. Qo'shimcha morfemalarni affiksal morfema ham deyiladi. Endi bu nima uchun kerak bizga? Asosni o'rganishimiz, qo'shimchalarni o'rganishimiz nimaga kerak bizga desangiz, biz ya'ni har bir so'zni biz uni tarkibini bilishimiz kerak. Ya'ni so'z asosi qaysi hamda qanday qo'shimchalardan tashkil topganligini. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ham bu so'zning morfemik tarkibi haqida, morfemika bo'limiga oid bo'lgan bilimlar o'rgatiladi. Misol uchun quyidagi misolni ko'raylik. Gullardan degan so'zda bu yerda asos bor hamda qo'shimchalardan tashkil topgan. Asos bu gul. Ya'ni gullardan degan so'zimizni eng ma'nosini, uni leksik ma'nosini chiqarib beradiganimiz, ya'ni so'zimizni ma'nosini shakllantirib beradigan so'z bu gul. Ya'ni gul so'zimiz bu yerda asos morfema hisoblanadi. Lar qo'shimchamiz esa o'sha gul so'zini ko'plikda ekanligini ifodalab beryapti. Dan qo'shimchasi bu yerda chiqish kelishigida ifodalanganligini bizga ko'rsatib beryapti. Ya'ni endi bu so'zni tarkibini ko'radigan bo'lsak, gul bu asos, lar bu qo'shimcha, dan ham bu qo'shimcha hisoblanadi. Endi bu qo'shimchalarni bilishimiz, bu qo'shimchalarni o'rganishimiz nima uchun kerak? Chunki biz doim o'rganganimizda, ya'ni bilamizki, har bir so'zni leksik ma'nolari bor hamda grammatik ma'nolari bor. Misol uchun biz hech qachon men bugun universitet, mashina, kel deb gap tuzolmaymiz, to'g'rimi? Ya'ni o'zbek tili bu aglutinativ tillar qatorida turadi. Shuning uchun biz asosni o'zgartirmagan holatda yoniga qo'shimchalarni qo'shib biz so'zni grammatik ma'nolarini shakllantiramiz. Shu nuqtai nazardan biz leksik ma'no hamda grammatik ma'noni shakllantirishimizda o'sha so'zning asosini hamda so'zning qo'shimcha ma'nolarini ifodalab beradigan, bizda grammatik ma'nolarni shakllantiradigan qo'shimchalarni o'rganamiz. Bu morfemika bo'limida o'rganiladi. Quyidagi misolga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, kitob so'zi, ya'ni kitob so'zining leksik ma'nosi, ya'ni lug'aviy ma'nosi bu o'quv quroli degan ma'noga ega. Ya'ni leksik ma'no qayerdan bilamiz, leksik ma'no qayerdan kelib chiqadi desangiz, ana shu so'zni hayotimizda bajaradigan vazifasidan uning leksik ma'nosi kelib chiqadi. Misol uchun biz telefon degan so'zni aytadigan bo'lsak, nima ma'no tushunamiz telefon deganda? So'zlash aloqasi quroli. Ha, aloqa quroli deb tushunamiz. Xalqlar Mashina deganimizda-chi? aloqa quroli.
Haydash. Transport vositasi. Transport vositasi deb tushunamiz. Hech qachon men sizga kema desam, hech qachon siz mashinani, ya'ni transport vositasini tushunmaysiz. Kema desam. Kema desam, suvda suzadigan Dengiz. demak vositani siz tushunasiz. Transportni tushunasiz. Demak, avtobus desam, hech qachon siz yengil avtomobilni tushunmaysiz. Ya'ni xullas, so'zlarning leksik ma'nosi ularni hayotimizda bajaradigan vazifasidan kelib chiqadi. Demak, kitob deganimizda ham siz hech qachon suvni yoki bo'lmasa uyali aloqa vositasini yoki boshqa ma'noni tushunmaysiz. Ya'ni kitob so'zining leksik ma'nosi kitobning hayotimizda bajaradigan vazifasi bu o'quv quroli, o'quv predmeti ekanligi tushuniladi. Endi kitob so'zini leksik ma'nosini to'xtalib o'tdik. Endi uni grammatik ma'nolari qanaqa bo'ladi? Ya'ni kitob so'zining grammatik ma'nolari: kitob bu ot so'z turkumiga tegishli ekanligi, kitob so'zi bu yerda birlikda ifodalanganligi, kitob so'zi bu yerda bosh kelishikda turganligi, bu uning grammatik ma'nolari hisoblanadi. Ya'ni kitob so'zini leksik ma'nosi bu o'quv quroli, o'quv predmeti ekanligi bo'lsa, uning grammatik ma'nolari ot so'z turkumi birlikda bosh kelishikda ekanligi uni grammatik ma'nolari hisoblanadi. Endi ba'zan biz so'zda, ya'ni bir nechta so'zlarimiz turlicha leksik ma'no anglatishi mumkin. Lekin ular bir xil grammatik ma'no ham anglatishi mumkin. Misol uchun quyidagi so'zlarga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, suv, havo, shamol, bulut kabi so'zlarimiz turli xil leksik ma'nolarni anglatadi. Ya'ni suv bu ichish uchun suyuqlik, havo bu biz nafas olishimiz uchun kerakli bo'ladigan demak nima deydi, narsa. Shamol bu demak tabiatda uchraydigan nima deydi, shamolda endi uni leksik ma'nosi. Yoki masalan bulut, demak osmonda suzib yuradigan bulutlarni biz tushunamiz. Lekin ularning grammatik ma'nolari bir xil. Bir xil grammatik ma'noga ega. Nimaga desangiz, bular hammasi ot so'z turkumiga tegishli ekanligi, bularning hammasi bosh kelishikda ekanligi va bularning hammasi birlikda turganligi bularning grammatik ma'nolari. Endi agar biz ularni har xil grammatik ma'no ifodalash, qanday qilib har xil grammatik ma'no ifodalash mumkin desak, ularga biz qo'shimchalarni qo'shsak, keyin bu so'zlarimiz turli xil grammatik ma'nolarni anglatadi. Misol uchun, suvni ichish kerak, havodan nafas olish kerak, shamoldan hushyor bo'lish kerak, yoki bulut juda ham chiroyli deganimizda, endi bu so'zlarimiz gapdagi vazifasiga ko'ra, unga qo'shilgan qo'shimchalarga ko'ra turli xil grammatik ma'nolarni anglatishi mumkin. Endi demak, bir so'z bir grammatik ma'noni anglatadi va leksik ma'noni ham bildiradi. Misol uchun, mana bu yerda o'qimoq degan fe'lni oladigan bo'lsak, bu o'qimoq degan fe'limiz bu nol shakl. Ya'ni nol shakl, hech qanaqangi qo'shimchasi yo'q. Bu shaklimiz bu lug'atlarda uchraydigan shakl. Lug'atlarda hech qachon o'qiyapman, o'qiganman yoki bo'lsam o'qiylik degan ma'noda lug'atlarda kelmaydi. Lug'atlarda o'qimoq, ya'ni nol shakl harakat nomi sifatida ifodalanadi. Demak, o'qimoq degan fe'l bu nol shakl. Hech qanaqangi tuslanmagan bu joyda. Ya'ni hech qanaqangi grammatik ma'nosi yo'q, faqatgina unda lug'aviy ma'nosi bor. Ana endi biz mana shu o'qimoq degan fe'lga qo'shimcha qo'ysak, buni grammatik ma'nolari shakllanishi boshlaydi. Misol uchun, mana o'qiyapman degan qo'shimchalarni qo'shdik. Bu yerda o'qimoq degan fe'lga yap hamda man degan qo'shimchalarni qo'shdik. Bu yerda endi so'zning grammatik ma'nosi, o'qiyapman degan so'zimizdagi yap qo'shimchamiz bu zamon ma'nosini bildiradi. Ya'ni hozirgi zamonni ifodalab beradi. Man qo'shimchasi esa birinchi shaxs birlikdagi shaxson qo'shimchasi hisoblanadi. Demak, bu fe'lni, o'qimoq degan fe'limiz hech qanaqangi grammatik ma'no anglatmayapti, faqatgina ish harakatini bildiryapti. Endi o'qiyapman degan fe'l esa, ya'ni leksik ma'nosi o'qimoq, o'qish, nimanidir o'qish. Endi uning grammatik ma'nosi va hozirgi zamonda birinchi shaxs birlikda, xabar maylida, aniq nisbatda ekanligi, bo'lishli fe'l ekanligi, bu hammasi uni grammatik ma'nolarini endi ifodalab beryapti va o'timli fe'l ekanligini ifodalab beryapti. Xo'sh, endi o'qiyapsan deganimizda-chi, bu yerda endi ikkinchi shaxs birlikdagi fe'lga o'zgaryapti. Uni grammatik ma'nosi. Ya'ni sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam,
Ya'ni so'zning asosi o'zi bilan hech qachon biz gap tuza olmaymiz. Men kitob o'qimoq deya olmaymiz. Unga qandaydir grammatik ma'noni shakllantirishimiz kerak. Ana shu grammatik ma'noni shakllantiradigan tushunchalar bu bizda qo'shimchalar hisoblanadi. Qo'shimchalarsiz o'zbek tilida hech qachon gap tuzib bo'lmaydi. Ya'ni agglutinativ til biz o'zbek tili qo'shimcha qo'shilishi shart. Shunga ko'ra biz morfemika bo'limida morfemalarni ikkita turga bo'lganmiz. Ya'ni bulardan birinchisi bu asos morfema hamda ikkinchisi bu affiksal morfema. Affiksal deganimiz affix deganimiz qo'shimcha, ya'ni qo'shimcha morfemalarga bo'linadi. Asos morfema haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asos morfema bu o'sha boyagi aytganimiz gullarni yoki bo'lmasam kitobxon deganimizda yoki umuman olganimizda biror bir har qanaqangi so'z tuzadigan bo'lsak, albatta unda asos morfema bo'lishi shart. Asos morfema o'sha so'zni eng ma'noni bildiradigan qismi bu demak asos morfema hisoblanadi. Asos, ya'ni o'sha so'zdan nima ma'no anglashilyapti, ana shu bizda asos morfema bo'ladi. Leksik ma'no anglatishi kerak. Ya'ni o'sha so'zimizni leksik ma'no anglatsa, bu bizda asos morfema bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qismi esa bu affiksal morfema. Ya'ni qo'shimcha morfemalarimiz, qo'shimchalarimiz, demak qo'shimchalarimiz bu o'zi mustaqil holatda ishlatila olmaydi. Ya'ni lar deganda hech narsani tushunmaysizlar. Leksik ma'no tushunmaysizlar. Dan desam ham hech qanaqa ma'no tushunmaysizlar. Yo kor desam ham tushunmaysizlar. Ana shu qo'shimchalarimiz bu asosga qo'shilib, ya'ni leksik ma'no bildiradigan so'zga qo'shilib, keyin bizda grammatik ma'no shakllantirishga xizmat qiladi. O'zidan o'zi bu ishlatilib bo'lmaydi. Misol uchun, quyidagi misolni ko'radigan bo'lsak, gullarni degan so'z turibdi. Gullarni degan so'zda asos morfema qaysi? Gul. 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 Gul bu yerda ma'no anglatayotgan so'z. Shuning uchun biz uni asos morfema deb olyapmiz. Qo'shimchalarimiz bu Larni lar ko'plik va qo'shimchasi ni degan qo'shimchalar bor. ni, Bular tish. bizda affiksal morfemalar. Endi mana shu qo'shimchalarimizni bizda qo'shimchalarni bajaradigan 3 ta vazifasi bor. Mana affiksal morfema dedik-ku, mana shu qo'shimchalarni bajaradigan 3 ta vazifasi bor. Birinchi vazifasi ya'ni mustaqil so'zga qo'shilib, ya'ni leksik ma'noni bildiradigan so'zga qo'shilib, ana shu so'zga yangi ma'no yuklaydi. Yangi ma'no yuklaydi. Qo'shimchaning birinchi vazifasi. Qo'shimchaning ikkinchi vazifasi ana shu so'zga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Ya'ni yangi ma'no yuklamaydi, faqatgina qo'shimcha ma'no yuklaydi. Uchinchi vazifamiz ana shu so'zni boshqa so'zlar bilan bog'lanishiga xizmat qiladi. Shunga ko'ra biz qo'shimchalarni 3 ta turga bo'lamiz. 3 ta turga. Ya'ni yangi ma'no yuklaydigan qo'shimchalar, qo'shimcha ma'no yuklaydigan qo'shimchalar hamda so'zlarni bir-biriga bog'laydigan qo'shimchalar deb. Ana endi qo'shimchalarning turlari dastlab mana shu ikkita turga bo'linadi. Birinchisi so'z yasovchi qo'shimchalar. So'z yasovchi qo'shimchalar so'zga yangi ma'no yuklaydi. Yangi ma'no yuklaydi. Ikkinchi qo'shimchamiz turlari bu shakl yasovchi qo'shimchalar. Endi shakl yasovchi qo'shimchalar so'zga qo'shimcha ma'no yuklaydi hamda so'zlarni bir-biriga bog'lashga xizmat qiladi. E'tibor berib turasizlar, shakl yasovchi qo'shimchalar ikkita vazifa bajaryapti. So'z yasovchi qo'shimchalar bu bitta vazifa bajaryapti, ya'ni so'zga yangi ma'no yuklash. Endi so'z yasovchi qo'shimcha nima bo'lishi kerak? So'z yasovchi qo'shimcha biror bir so'zga qo'shilib, ana shu so'z bilan bog'liq yangi so'z yasashi shart. Bog'liq so'z yasashi shart. Misol uchun, bog' deganda nimani tushunasizlar? Bog'. Daraxtlar bor Bog'. joymi? Ha? Joy ma'nosida, ya'ni mevali Manzarali. daraxtlar o'sadigan joy ma'nosini tushunamiz bog' deganimizda. Endi bog'bon deganda nimani tushunasizlar? Bog'da daraxtlarga qaraydigan. Shaxs. Yaxshi. Odam shaxsga o'zgaryapti. Mana joy ma'nosidan shaxs ma'nosiga o'zgarib qolyapti. Endi keyingisi gul deganda nimani tushunasizlar? O'simlik. O'simlik. Gulzor degandachi? Ko'p o'simliklar o'sadigan joy.
Joy, ha, mana Joyga o'zgaryapti. o'simlik ma'nosidan joy ma'nosiga o'zgaryapti. Demak, bu yerda so'z yasalyapti. Endi nimaga o'sha so'z bilan bog'liq bo'lish kerak desam, mana o'zinglar aytyapsizlar, men hali aytganim yo'q buning ta'rifini. Bog'da ishlaydigan odamni bog'bon deymizmi? Ha. Hop, ish qiladigan odamni nima deymiz? Ishchi. Ishchi deymiz. Aha. Gul ekilgan joyni nima deymiz? Gulzor. Ha? Hop, gul yoki gulxona desak ham bo'ladi, gulzor desak ham bo'ladi. Gullarga qaraydigan odamni gulchi deymiz yoki bo'lmasam paxta teradigan odamni paxtakor deymiz. Xullas, mana shu so'zga bog'liq bo'lish kerak. Endi bog'liq bo'lmasa qanaqa bo'ladi desa, misol uchun suva degan so'z bor, suva. Asosi nima deb o'ylaysizlar mana shu suva degan so'zning asosi? Suvani o'zi. Suv degan ma'noni bildiradigan qism ham bor-ku. Mana suv bor. Unda ma'no o'zgarib suva deyapmiz. Suv asosmi yoki suva o'zi asosmi? Suvani o'zi asos. Va o'zi Agar asos. ma'no o'zini oladigan bo'lsak, ma'no o'zgarib ketadi. Suv asos. Aha. Suv Endi qaranglar. Mana suv asos deydiganlar ham topiladi, suv o'zi asos deydiganlar ham topiladi. Endi bu yerda biz bitta narsani tushunishimiz kerakki, suv bu asos deb oladigan bo'lsak, a qo'shimchasi qo'shilib, fe'l yasayapti deydigan bo'lsak, suvash bilan, biror bir narsani suvash bilan suvni bir-biriga bog'liqligi yo'q. Suv degan so'zga chi qo'shimchasini qo'shib suvchi desak, o'sha suv bilan shug'ullanadigan odamni suvchi deymiz. Yoki traktor minadigan odamni nima deymiz? traktorchi. Traktorchi deymiz. Hech qachon men sizlarga traktorchi desam, taksistni tushunmaysizlar. Hech qachon sizlarga taksist desam, dehqonni tushunmaysizlar. Nimaga? Taksi qiladigan odamni taksist deydi. Ya'ni shofyor, o'sha taksist deydi-da rus tilida. Yoki bo'lmasam biz traktor minadigan odamni traktorchi deymiz. Xullas, ana shu so'z bilan bog'liq bo'lish kerak. Endi yana ba'zi bir tushunchalar bor. Mana misol uchun bo'ya degan so'z bor, bo'ya. Nimanidir bo'yash. Bo'yamoq degan fe'l bor. O'shani asosi nima deb o'ylaysizlar? Har xil ma'noda keladi u. Bo'yani o'zi. Bo'yani o'zida u biror bo'y nimani emasmi? bo'yash. Ma'noli qism bildiradi-ku, bo'y, odam bo'yi. Yo'q, Unda ma'no bo'y bo'lishi boshqa. Ha, mana yaxshi. Bo'y desak, odamning bo'yi nazarda tutiladi. Uni bo'yash bilan, odamning bo'yi bilan nimadir bo'yashi bir-biriga bog'liqligi yo'q. Shuning uchun asosini biz bo'ya deb olamiz. Endi mana shu bo'ya degan so'zga q qo'shimchasini qo'ysak, bo'yoq degan so'z hosil qilsak, mana bu yerda yozaman sizlarga, ekranda ko'rinadi. So'ch mana bo'ya degan so'zga qo'shamiz, q qo'shimchasini qo'ysak, bizda hosil bo'ladi bo'yoq degan so'z. Bo'yoq degan so'zimizning asosi nima? Bo'yoqqa krascha. Bo'yoq degan so'zning asosi Bo'ya. Bo'yi bo'ya. Bo'ya asos. Bo'yi asos bo'ladi. P esa bu qo'shimcha bo'ladi. Demak, bu yerda fonetik hodisa bo'ladi, lekin q bu yerda qo'shimcha, ya'ni so'z yasovchi qo'shimcha. Endi bo'yash bilan bo'yoqni bog'liqligi bormi bir-biriga? Bor. Bor. Chunki bo'yoq bo'yamiz-ku, to'g'rimi? Bo'yoqni bo'yamiz. Shuning uchun Rang bilan ham nimasi bog'liq. demak bog'liq. Demak, so'z yasovchi qo'shimchalar haqida tushuncha hosil qildinglar, to'g'rimi? To'g'ri. Suvoq dedik-ku yangitda. Aha. O'sha suvoqni o'zi asos bo'ladi endi. Yo'q. Suva dedik. Suva bo'ladi Suva asos. dedik. Mana endi u mana bunaqa narsa, mana suvoq quyidagicha bo'ladi mana. Suvoqni bekorga aytmayman. Mana suvoq degan so'z bo'lsa, suva degan so'zga q qo'shimchasi qo'shiladi va natijada suvoq degan so'z hosil bo'ladi. Suvoq bo'ladi, ha. Endi suvoqni asosi bu suva bo'ladi. Suva. To'g'rimi? Q bu yerda qo'shimcha bo'ladi. Qo'shimcha bo'lyapti. Suvani o'zida Suvash bilan asosi suvoqni suva bog'liqligi bo'ladi. bor-da. Lekin suv bilan suvani bog'liqligi yo'q. Yo'q, ha. Bo'ldi, rahmat. Yaxshi. Ana endi so'z yasovchi qo'shimchalarni tushunib oldinglar sizlar. Endi ikkinchisi bu shakl yasovchi qo'shimchalar. Ya'ni shakl yasovchi qo'shimchalarimiz so'zga qo'shimcha ma'no yuklashi kerak va so'zga gapda so'zlarni bir-biriga bog'lash kerak. Misol uchun mana bu yerda maktablarimizni degan misol keltirganmiz. Asosi nima deb o'ylaysizlar shu so'zni? Maktablarimizni degan so'zni.
Maktab asos. Maktab. Maktab. Yaxshi, ma'no Bo'ladi, bildirayotgan bu asos. maktab. Lar qo'shimcha. Qanaqa qo'shimchalar turibdi? Lar Lar. turli Lar. qo'shimcha. Ni degan qo'shimchalar turibdi. Buni hali turga ajratmaymiz. Uchta Hozir sizlar qo'shimcha bilan bor. ko'ramiz. Bular hammasi mana shu lar ham, imiz ham, bu ni ham bular shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanadi. Ana endi biz boshlang'ich sinflarda mana shu so'zni morfemik tarkibini o'rganish degan mavzuni boshlang'ich sinflarda 3-sinfdan boshlab o'rganiladi. Ya'ni 3-sinfda boshlang'ich ta'limda so'zni asosini hamda uni qo'shimchalarini ajratish tushunchalari bolaga beriladi. Ya'ni bola so'z yasovchi qo'shimchalarni hamda shakl yasovchi qo'shimchalarni ajrata bilish kerak. Ya'ni so'z yasovchi qo'shimchalarni bola tushunish kerak. Ya'ni biror bir asosga qo'shimcha qo'shilib yangi ma'no ifodalayotgan qo'shimchalarni so'z yasovchi qo'shimchalar deb bola tushunish kerak. 3-sinfda. 4-sinfga o'tganda biz bolalarga so'z turkumlarini o'tish bilan birga, ot, sifat, son, fe'l kabi so'z turkumlarini o'tayotgan paytimizda ot yasovchi qo'shimchalar, sifat yasovchi qo'shimchalar, fe'l yasovchi qo'shimchalar deb mana shu so'z turkumlarini asosida biz yana bu morfemika bo'limiga oid bo'lgan bilimlarni bolalarga o'rgatib boramiz. Boshlang'ich sinflarda so'zning morfemik tarkibini o'rganish 4 ta bosqichda o'rganiladi. Bulardan birinchisi so'z yasalishini o'rgatishga bolalarni tayyorgarlik bosqichi. Bu yerda biz o'quvchilarga biror bir ya'ni nutqimizda shunaqangi so'zlar borki, unga qo'shimchalar qo'shilib yangi ma'no anglatadi. Qo'shimchalar yordamida biz yangi so'zlarni hosil qilamiz degan ma'noda ularga so'z yasalish haqida dastlabki tasavvurlarini biz shakllantira bilishimiz kerak. Boshlang'ich sinfda ko'p eng mashhur metodi bor. Gul degan so'zni qo'yib qo'yadi-da. Strelka bilan chi, zor, don, xona, li degan qo'shimchalarni qo'shib qo'yadi bu tomoniga. Ya'ni klaster usulida bu yoqda gul turadi, strelkalar bilan qo'shimchalarni qo'shib qo'yadi. O'shanda gulchi, gulzor, gulxona, guldon, gulli deb turib boshqa ma'noli so'zlar yasalganligini bolalarga o'rgatiladi. Mana shu narsa. Ikkinchisi mana bir asosli so'zlarni xususiyatlari bilan va o'sha morfemalarni mohiyati bilan bolalarni tanishtirish. Ya'ni ba'zida bizda bitta so'z bo'ladida, ana shu so'zga qo'shimcha qo'shilib yangi ma'no hosil qiladi. Misol uchun, o'qituvchi traktor rasmini ko'rsatib, traktorni boshqaradigan odamni nima deymiz desa, traktorchi deydi. Yoki kombaynni ko'rsatib, kombaynni minadigan odamni nima deymiz desa, kombaynchi deydi. Yoki bo'lsam, bog'ni ko'rsatib, bog'da ishlaydigan odamni nima deymiz desa, bog'bon deymiz. Yoki bo'lsam, ishlayotgan odamlarni ko'rsatib turib, bular nima deymiz desa, ishchi deymiz. Yoki bo'lsam, o'zingizni ko'rsatasiz. Mana o'qitadigan odamni nima deymiz desa, o'qitadigan odamni o'qituvchi deymiz. Mana o'qiydiganlarni nima deymiz desa, o'quvchi deymiz deb turib, mana shunaqangi yangi so'z yasalishi haqida bolalarga o'sha xususiyatlari bilan tanishtirib borish kerak bo'ladi. Ana endi keyingi bosqichda, 3-bosqichda biz ya'ni asos haqida bolalarga tushuncha, so'z yasovchi qo'shimchalar haqida tushuncha hamda bugun o'rganadiganimiz sizlar bilan shakl yasovchi qo'shimchalarni xususiyatlari va ularni o'sha nutqimizdagi ahamiyati haqida tushuncha berib borishimiz kerak. Ya'ni bu yerda endi asosdosh so'zlar yoki bo'lmasam boshlang'ich sinfda o'rgatiladi shaxs yasovchi qo'shimchalar yoki joy nomini yasovchi qo'shimchalar deb turib bolalarga o'rgatiladi. Ana o'sha paytda biz endi gul degan asosni olamizda bolaga o'sha qo'shimchalarni qo'shib o'rgatamiz. Gulchi deganda bu shaxs yasayapti, odamning ma'nosini bildiradi. Gulzor deganimizda bu joy ma'nosini bildiradi deb bolalar bilan shuni tushuntira bilishimiz kerak. Bu 3-bosqich. Ana endi 4-bosqich o'sha so'z turkumlarini o'rgatayotgan paytimizda so'z turkumlarini o'rgatish bilan birga bu morfemika bo'limiga oid bo'lgan tushunchalarni o'rgatib ketamiz. Endi ularda bu morfemika bo'limi, bu morfema demaymizda, bularga o'sha asos va bular qo'shimcha deb turib sodda tilda bolalarning yoshiga mos qilib ularga o'rgatamiz. Ana endi biz qo'shimchalarning vazifasi, boya 3 ta vazifa sanagandik. Birinchisi, qo'shimchalarning birinchi vazifasi bu so'zga yangi ma'no yuklash. Ikkinchisi, so'zga qo'shimcha ma'no yuklash. Uchinchisi, so'zlarni bir-biriga bog'lash. Biz yangi so'zga yangi ma'no yuklaydigan qo'shimchalarni so'z yasovchi qo'shimchalar deydiga, ya'ni so'zga yangi ma'no yuklaydi. Ya'ni duppi tikadigan odamni nima deyiladi?
To'ppa-to'p. Duppa-do'z desak bo'ladi. Yoki masalan foyda keltiradigan narsani nima deymiz? Foydali. Foydali deymiz, ha? Foydali Foydali narsa. deymiz. Demak, o'shanda foyda bu asos, li bu qo'shimcha, ya'ni foyda deganda ot so'z turkumidan foydali degan sifat so'z turkumini yasayapti. Xullas, so'z yasovchi qo'shimchalarni tushundinglar. Ikkinchisi, sizlar bilan shakl yasovchi qo'shimchalar degandik. Shakl yasovchi qo'shimchalar ikkita vazifa bajaradi degandim. Birinchisi so'zga qo'shimcha ma'no yuklaydi, ikkinchisi so'zlarni bir-biriga bog'laydi degandim. Ana endi ko'ramiz. Mana bu yerda shakl yasovchi qo'shimchalarni ikkita turga ajratyapmiz. Ulardan birinchisi bu lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar, ikkinchisi sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar. Ana endi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar so'zga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Misol uchun gul, gullar. Gullar desam qanaqadir o'simlik ma'nosi yo'qolib ketyaptimi yoki o'sha o'simlikning ko'pginaligini tushuntiryaptimi? Ko'pginaligini tushuntiryapti. Ha, böyle gul degan ma'nosi yo'qolib ketmayapti-da. O'sha gulni Yo'q. ko'pginaligini tushuntiryapti bizga. Ya'ni qo'shimcha ma'no yuklayapti o'sha so'zga. Endi sintaktik shakl yasovchilar esa so'zlarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. Hozir sizlar bilan lug'aviy shakl yasovchilarga nimalar kiradi, sintaktik shakl yasovchilarga nimalar kiradi, bunga to'xtalib o'tamiz. Birinchi, sizlar bilan lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar haqida to'xtalamiz. Ularga nimalar kiradi? Birinchisi, ot so'z turkumiga qo'shiladigan lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar. Birinchisi bu lar. Ya'ni ko'plik ma'nosida ishlatiladigan bu lar yoki ba'zan hurmat ma'nosida ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni kitob, kitoblar. Ya'ni kitob o'quv predmeti degan ma'nosi yo'qolib ketmayapti-da. O'sha kitobni o'quv predmetini ko'pginaligini qo'shimcha ma'no qilib yuklayapti. Yoki bo'lmasam kichraytirish ma'nosida ishlatiladigan cha, choq, chak degan qo'shimchalarimiz. Ya'ni qiz desak bitta insonni tushunamiz. Qizcha desak o'sha kichkina insonni tushunamiz. Ya'ni qizcha, kichkina qizcha ekanligini. Yoki Qo'zichoqchi. misol uchun qo'zichoqqa ham misol qilishimiz mumkin. Qo'zi deganimizda o'zi biz kichkina o'zi hayvonni tushunamiz. Kichkina qo'zi deganimizda uni biz qo'zichoq deb turib yana ham kichraytiramiz, yana ham kichraytirish. Yoki bo'lmasam kelin. Kelin deganimizda o'zi o'sha kelin bo'lib tushadigan insonni tushunamiz. Kelinchak deganimizda uni kichraytiramiz. Ya'ni yangi kelin degan ma'no kelinchak deb turib uni ishlatamiz. Hop, erkalash ma'nosida gina degan qo'shimchamiz, kimgadir qarashliligini bildiradigan niki qo'shimchamiz yoki chegara ma'nosini ifodalaydigan gacha, uygacha, ishgacha yoki hurmat ma'nosini ismlarga qo'shilib hurmat ma'nosini bildiradigan jon, xon, oy, toy, boy, ba'zan o'sha oxirga qo'shiladigan qo'shimchalarimizni ham biz lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar deymiz yoki o'rin paytini bildiradigan dagi qo'shimchamiz ham bu lug'aviy shakl yasovchi. Bular e'tibor beringlar, hammasi so'zni yangi ma'no yuklamaydi so'zga. Yangi ma'no bo'lib ketmaydi. Faqatgina qo'shimcha ma'no bildiradi o'sha so'zga. Ikkinchisi, sifatlarga qo'shiladigan lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar sifatni ozaytirma darajasini ifodalaydigan va sifatni qiyosiy darajasini ko'rsatadigan roq qo'shimchasi. O'zi 4 ta sifatni darajalari bor. Oddiy darajada qo'shimcha bo'lmaydi. Orttirma darajada eng katta, eng baland deb turib so'z qo'shim yordamida buni ifodalaymiz. Qolgan ikkita sifatni darajalari, ya'ni ozaytirma daraja bilan qiyosiy darajani biz lug'aviy shakl yasovchilarga misol qilamiz. Misol uchun ozaytirma darajaga ish. Ya'ni oq deymiz, oqish deymiz. Oqish. Qizg'ish ham Agar oppoq desak bu orttirma daraja bo'lib qoladi, oppoq. Lekin biz oqish, ko'kish, qoramtir deb turib bularni ishlatamiz. Demak, bular bizda qora emas, qoramtir. Qop-qora emas ekanda bu. Sal ozaytirma daraja bo'lyapti. Endi qiyosiy daraja roq. O'sha kattaroq, kichikroq deb turib ishlatamiz. Keyingisi lug'aviy shakl yasovchilar bu songa qo'shiladigan qo'shimchalar. Nima o'sha sonlardagi dona sonini ifodalagan bitta, ikkita, uchta, 10 ta, 100 ta deganimizdagi ta qo'shimchasi, jamlovchi sondagi ov, ala, ovlon, 5 ovlon, 5 ovlon, 5 ala deganimizdagi beshalasi keldi yoki ham 6 ovi keldi deysizlar-ku. Shunga shu qo'shimchalarimiz ham lug'aviy shakl yasovchilar. Endi taqsim son 5 tadan har biringizga 5 tadan savol beraman yoki 3 tadan olma beraman deganingizda 3
tadan, mana shu tadan qo'shimchasi ham bu lug'aviy shakl yasovchi. Va hokazo chama taxminni bildiradigan tacha, larcha degan qo'shimchalarimiz, tartibni bildiradigan 1-inchi, 2-inchi, 3-inchi, nechi inchi qo'shimchalarimiz ham bu lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanar ekan. Keyingisi fe'lga qo'shiladigan lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar. Mana shu joyda sal hushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi, chunki fe'lda qo'shimchalar ko'p bo'lganligi uchun, ya'ni shaxs, son, zamon, mayl, nisbat, bo'lishli, bo'lishsizlik, vazifa shakllari, yoki mayllar, mana shu narsalar bo'lganligi uchun fe'lda sal qiynalishimiz mumkin. Endi fe'lning lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalari bu fe'lning bo'lishsizlik shakli. Ya'ni o'tirma deganimizdagi ma bu fe'lning bo'lishsizlik shakli. Qilma, ishlama deganimizdagi ma qo'shimchasi bu fe'lning bo'lishsizlik shakli. Hop, endi nisbat qo'shimchalari bor. Bizda nisbat qo'shimchalari, demak, bu hammasi bizda lug'aviy shakl yasovchilar qo'shimchalar deyiladi. Ya'ni bilasizlar, fe'l nisbatlarini aniq nisbat, majhul nisbat, o'zlik nisbat, birgalik nisbat, orttirma nisbat, mana shu 5 ta nisbat qo'shimchalari ham bular lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanar ekan. Ya'ni ish harakatni kim tomonidan bajarilganligini ko'rsatib beradigan qo'shimchalar bu nisbat qo'shimchalari. So'zni ma'nosini o'zgartirib yubormaydi, qo'shimcha ma'no, ya'ni kim bajarganligini bizga ko'rsatib beradigan qo'shimchalar. Hop, keyingisi fe'lning vazifa shakllari, ya'ni o'sha sifatdosh, ravishdosh degan vazifa shakllari va fe'lning modal ma'nosini yuklaydigan qo'shimchalarimiz bizda bu fe'lning lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalari hisoblanadi. Endi hozir bitta sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarga to'xtalib o'tamizda, undan keyin misollarga o'tamiz. Hop, endi bizda mana sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar. Savol sizlarga: sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar nima vazifa bajarardi? Bog'lash vazifasi. Yaxshi. Yaxshi tushunyapsizlar. Demak, gapdagi so'zlarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. Xo'p, bu sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarga nimalar kiradi? Birinchisi egalik qo'shimchalari, ikkinchisi kelishik qo'shimchalari, uchinchisi bog'lamalar, to'rtinchisi fe'lga qo'shiladigan shaxs son qo'shimchalari, zamon qo'shimchalari, mayl qo'shimchalari bu bizda sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar. Mana shu 6 dona o'zi sintaktik shakl yasovchilar. Mana shuni yaxshi bilib olsak, qolganlari bizda lug'aviy shakl yasovchilar hisoblanadi. Endi birma-bir to'xtalib o'tsak, birinchisi egalik qo'shimchalari. Mana quyidagi qo'shimchalar bu egalik qo'shimchalar hisoblanadi. Nutqimizda 3 ta shaxs bor, birlik va ko'plikda ishlatamiz ularni. Demak, kitob, kitobim, ruchka, ruchkam, kitobimiz, ruchkamiz, kitobing, ruchkang, kitoblari, kitobingiz, ruchkangiz, ruchkaningiz, ruchkaningiz, kitobingiz, kitobi uchinchi shaxsda, birlikda. Yoki ruchkasi, ruchkalari, kitoblari deb turib biz buni kimga tegishli ekanligini aytamiz. Egalik qo'shimchalari bu sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha. Keyingisi kelishiklar. Kelishiklarni bilasizlar. Kelishik qo'shimchalari hammasi bu gapda so'zlarni bir-biriga bog'lashga xizmat qiladi. Kelishik qo'shimchalari. Biz bu kelishiksiz umuman gap tuza olmaymiz. Ya'ni men telefon bor demaymiz u. Menda telefon bor. Da qo'shimchasi albatta bo'lishi shart. Bular kelishik qo'shimchalar, buni bilasizlar. Keyingisi bog'lamalar. Mana shu ekranda ko'rib turganinglar, bular bog'lamalar, ya'ni ular ham 3 ta shaxsda, ya'ni otni, sifatni, sonni, ism sifatida shakllantiradigan qo'shimchalar bular. Ya'ni o'sha fe'ldan boshqa so'z turkumlarini sifat qilib sifat qilib deyman, kesim qilib shakllantirib beradi. Kesim qilib shakllantirib beradi. Misol uchun, ingliz tilida I am a student deydi. Ya'ni bu men talabaman deydi. Ana o'shanga o'xshab siz ham men talabaman deb turib bu bog'lamalardan ishlatasiz. Ya'ni bu joyda men bu gapni egasi, talabaman deganimiz bu kesim bo'lib keladi.
Ya'ni talaba deganimiz kim so'roviga javob bo'lib ot so'z turkumiga tegishli, lekin talabaman deb turib man qo'shimchasini qo'shyapmizda kesim bo'lib ketadi. Ya'ni kesim sifatida shakllantirib beradigan qo'shimchalar bu bog'lamalar deb aytamiz. Yoki bo'lmasam bu telefon deganimda bu telefon desam bu telefondir degan uchinchi shaxsdagi dir qo'shimchasi bo'ladi. O'shanda bu ko'rsatish olmoshi telefon deganimiz bu kesim bo'lib ketadi. Xullas bu bog'lama. Xo'p. Keyingisi zamon qo'shimchalari. Zamon qo'shimchalari ham bizda sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanadi. 3 ta zamon bor nutqimizda. O'tgan zamon qo'shimchalari gan, ya'ni kelgan, ib degan qo'shimchalarimiz kelib, ketdi deymiz-ku. Di qo'shimchasi bu zamon, o'tgan zamonni bildirgan qo'shimchalar. Ya'ni hozirgi zamonni bildiradigan qo'shimchalarimiz yap, qilyapti, qilyapman, moqda, qilmoqda, bajarmoqda. Bu endi yotir deganimiz hozir nutqimizda ishlatilmaydi, lekin bajarayotir, qilayotir deb turib ishlatilgan. Endi kelasi zamon qo'shimchalari bu a, y, r, ar, s moqchi degan qo'shimchalar. Misol uchun bajarmoqchi qachondir, hali emas, aniq emas, kelasi zamonda. Yoki masalan, men ham boray deysiz, bormoq asos, ay boray deysiz. Ham bu buyruq istakda ishlatilyapti, ham zamon ma'nosini bildiryapti. Boray deysiz. Yoki masalan, borar qachondir. U ham borar deysiz. Xullas, mana shu qo'shimchalarimiz kelasi zamonning ma'nosini bildiradi. Xo'p, endi bizda mana shu morfemika bo'limida so'zlarni, ya'ni asosni va qo'shimchalarni turlarini ajratishimizda quyidagicha yondashuv bor. Ya'ni quyidagicha belgilanadi. Asosning ustiga yarim oy, mana bilimlarni degan so'z turibdi. Bilimlarni degan so'z turibdi. Endi ana shu bilimlarni degan so'zimizning asosi nima desa, u bilmoq. Bilmoq degan so'z bilan bilim bir-biriga bog'liq. Ya'ni siz bilsangiz, keyin sizda bilim hosil bo'ladi-ku, shunga o'xshash. Ya bil bu asos. Asosning ustiga yarim oy chizamiz. Im bu yerda qo'shimcha, ya'ni qanaqa qo'shimcha bu yerda? So'z yasovchi. Egalik. So'z yasovchi qo'shimcha. So'z yasovchi qo'shimcha. Mana bilmoq degan fe'lga im qo'shimchasi qo'shilib, fe'ldan ot yasyapti. Bilim deb ot yasyapti. Demak, bu so'z yasovchi qo'shimcha. So'z yasovchi qo'shimchaning ustiga uchburchak chizamiz. Lar, bilimlar deganimizda lar qanaqa qo'shimcha? Ko'plik. Ko'plik, Endi ko'plik qo'shimchasini qaysi turiga kiradi? Lug'aviy shakl yasovchi. Yaxshi. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchaning ostiga bitta to'g'ri chiziq chizamiz. Ni qanaqa qo'shimcha? So'z yasovchi. Kelishik. Bog'lovchimi? Kelishik. Qaysi kelishik? Tushum kelishigi. Yaxshi, zo'r. Tushum kelishigi. Demak, kelishik qaysi vazifani bajaradi qo'shimcha sifatida? So'zlarni bir-biriga bog'lash. Demak, sintaktik shakl yasovchi dedik. Sintaktik shakl yasovchining ostiga to'lqin chiziq chiziladi. Tushunarlimi? Asosning ustiga yarim oy, so'z yasovchi qo'shimcha bo'lsa, uchburchak tepasiga chizamiz. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha bo'lsa, ostiga bitta to'g'ri chiziq chizamiz. Sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha bo'lsa, ostiga to'lqin chiziq chizamiz. Ana endi sizlarga topshiriq. Quyidagi gaplarni asos va qo'shimchalarga ajratishimiz kerak. Boyagiga o'xshab bularning ustiga tegishlicha chizib chiqishimiz kerak. Ya'ni qaysi biri asos, qaysi biri qo'shimcha va qaysi turga kiradi, shuni ajratib chiqishimiz kerak. Hop, birinchisi hovlimizda degan so'z. Kim buni bajaradi? Hovlimizda degan so'zni asos va qo'shimchalarga ajratib berishimiz kerak. Asos qaysi? Hovli asos. Yarim oy chizamiz. Yarim oy chizamiz. Hovli asos. Mis nima? Egalik qo'shimchasi. Egalik qo'shimchasi. Qaysiga kiradi egalik qo'shimchasi? Sintaktikali nima? Qanaqa chizamiz? Mis nima? Pastiga chizamiz. Tekis chiziq, Yo'q, sintaktik bo'lsa. To'lqin chiziq chizamiz. To'lqin chiziq. Hop, dachi qanaqa qo'shimcha bu?
So'zlasovchi kelishik. Vazifasi? kelishik, O'rinpay. o'rinpayt, Yo'q. Bog'lash. So'zdan bog'lash. Ha, bog'lash. Qanaqa chizaman? to'g'ri, Tekkizmi? Tekkiz. to'g'ri chiziq To'g'ri chiziladi. chiziq. Yo'q, bo'ladi. Sintaktik Sintaktik, ha, sintaktik u so'zlarni bir-biriga bog'lashga xizmat qiladigan sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha. Hop, gulzor asos. Gul asos. Asos gul, Yaxshi. Zorchi. zor qo'shimcha uch burchak. So'z Qanaqa yasovchi qo'shimcha? bo'ladimi? Oddiy So'z asos yasovchi. qo'shimchada. Ha, so'z yasovchi qo'shimcha. Qo'shilyapti. Yaxshi. Bor o'zi asos. Yaxshi. Gulzorga. Gul asos. Gul Asos, asos. Zorga zor uchburchak. qo'shimcha, Zor so'z yasovchi qo'shimcha. Ga. Gaga to'lqin. to'lqinlar, Ha. Bog'layapti. Qo'shimcha turini aytib ketinglar. Lug'aviymi, sintaktikmi? Sintaktik. Ha, yaxshi. sintaktik, O'zi har xil o'zi asos, gul o'zi asos. gul ham Endi mana fe'lga asos, keldik. Ekilgan deganimizda asos qaysi? ek asos, Yaxshi, zo'r. ek Ek asos. asos, Il nima? So'z egal yasovchi. qo'shimchasimi? Fil yasovchi. Il so'z yasovchi bo'ladi uch burchak. Yo'q, il nima ma'noda turibdi hozir bu yerda? Ekilgan. Nisbat, ha? Qaysi nisbatda turibdi? Sintaktik bo'ladi, lug'aviy bo'ladi. Ha, lug'aviy bo'ladi. Ha? Tagiga qanaqa chizaman lug'aviy bo'lsa? O'zbek bo'ladi. Tekkiz. O'zbek bo'ladi. Tekkiz bo'ladimi? Yo, majhul nisbatda turibdi. Ekilgan. Kim ekanligi noma'lum. Ekilgan. Kim bu Noma'lum, ekan? noma'lum. Hop, ganchi bu qanaqa qo'shimcha gan? Sintaktik. Kelishikdan olingan. O'tgan zamon qo'shimchasi emasmi? Ha, o'tgan zamon Zamon. qo'shimchasi gan. Ha, Zamondiki, zamon. zamonga qanaqa chizaman? Sintaktik bo'ladi. To'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq. To'lqin chiziq. Aha, sintaktik shakl yasovchiga to'lqin chiziq chizaman. Hop. Keyingisi ularni asos qaysi? Asos, U Asos u. Larchi. Lar ko'plik ko'plik. qo'shimchasi. Ko'plik qo'shimcha turini aytib ketinglar. ko'plik, Lug'aviy. Lug'aviy qanaqa chizaman? Tekkiz chizamiz. Tekis chizamiz. Yaxshi. Ni. To'g'ri chizamiz. Ne Ne sintaktik. sintaktik. To'lqin. Nima Yaxshi. kelishik. ko'rsatkich, To'lqin. Aha, yaxshi. To'lqin. Tushum kelishiga. Gulchi. Gul. Gul Gul asos. asos. Yaxshi. Chil so'z yasovchi qo'shimcha. So'z yasovchi qo'shimcha uch Yaxshi. burchak. Keyingisi. Akam. aka, Aka asos. Aka Asos. asos. Aka asos. buni egalyapti. Mati sintaktik. Sintaktik. Aha. Sintaktik. Egalik Egalik. qo'shimchasi. Yaxshi. Parvarish. Parvarish. Asos Asos so'zi. Ha, yaxshi. Parvarishning o'zi asos. Hop. Qiladi. Qiladigan Qil asos. qil Qil asos asos. bo'ladi. A. So'z A yasovchi. alohida qo'shimcha. Aha, a alohida qo'shimcha. Qanaqa qo'shimcha a? Lug'aviy. Ani qo'shimcha qanaqa qo'shimcha ani o'zi? Zamon qo'shimchasi. Ha, zamon. Qaysi zamon? Kelasi zamon. Kelasi zamon Kelasi qo'shimchasi. Yaxshi. zamon. Qanaqa chizaman ostiga? Ostiga To'g'ri. zamon bo'lsa tekkizmi? To'g'ri chiziq. Tekis chiziq. To'lqin chiziq. Yo'q, Sintaktik ma'lum. shakl yasovchi-yu. Di-chi bu. Qanaqa qo'shimcha turibdi? Di. Majhul nisbat. Yo. Bu ham zamon. Biladi. Yo, hozir bu yerda di zamon ma'nosida kelmayapti. Majhul Shaxs nisbat. ma'nosida kelyapti. Uchinchi shaxs birlikda. Kim ekanligi, noma'lum. Uchinchi shaxs birlikda turibdi. Qanaqa chizaman bunga? Bu ham to'lqin bo'ladi. To'lqin chiziq chizaman. Yaxshi. Bo'ldi. Endi qolganini bitta kelib qilib qo'yaylik. Hop. Asos gullar. Gul deganda. asosi. Gul asos. asos. Lar. Lar ko'plik. ma'nosida. Ko'plik. To'g'ri. Asos chamandekda asos. Chamandek. Chaman. Chaman asos. Chaman. Chaman Chaman. asos. Chaman asos. Dekchi. Dek. Nisbat yasovchi. Lug'aviy. Ha, lug'aviy shakl yasovchi o'xshatyapti. Chamandek, chamanga o'xshash deb. Ochiladi asos. Och. bo'ladimi? Och. Och. Yo. Och asos. Och. Och. asos. Och Yo'q, asos. och asos. Il. Ochmoq. Nahotki ochil keyin qo'shimcha. Qanaqa qo'shimcha? Majhul nisbat. Nisbat. Yaxshi. Nisbatdagi to'g'ri chiziq. A.
Zamon. 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 Kelasi zamon. Diyam. Xo'sh. I egalik Diyam bo'ladi. sintaktik. To'lqin Shaxs to'lqin. Sintaktik bo'ladi. Sintaktik, ha, shaxson. Ha, shaxson. Xo'p, demak, mana sizlar bilan chizib tashladik. Xo'p, mavzu tushunarlimi? Ha. Kimda qanday savol bor mavzu bo'yicha? Tushundik domla. Slayd tashlab Domla rahmat tushundik. Slaydni man Zoomni chatiga tashlab qo'yganman, chatga. O'shadan yuklab olsanglar bo'ladi. Hop, savollaringlar bo'lmasa, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar, keyingi darsda ko'rishguncha. Rahmat ustoz. Rahmat, sog' ustoz. bo'ling. Rahmat, ustoz. Rahmat. Sharof, yaxshimisiz?